Oddiy taxikardiya bilan paroksizmal taxikardiyani qanday farqlasa bo'ladi? Sizlarga hozir tushuntirib beraman. Paroksizmal taxikardiyalar demak kasalni holati bilan bog'liq bo'lmaydi. Ya'ni kasalning kayfiyati yaxshi bo'lganda ham, yomon bo'lganda ham, demak birdaniga to'satdan boshlanadi va yurak birdaniga tez urib ketadi. To'xtashi ham to'satdan qolib, demak yurak urishi qaytib normaga tushadi. Shu uchun bular taxikardiyani boshqacha nomi bu xurujsimon taxikardiya deyiladi. Ya'ni kasalni birdaniga xuruj, pristup oladi. Pristup kasalning holati bilan bog'liq emas. Kasal yaxshi kayfiyatda ham bo'laveradi. Ikkinchi taxikardiyalar bular обычно biz sensitiv taxikardiya deymiz. Ya'ni kasal bironta ish qilsa yoki допустим ikkita uchta qavatga ko'tarilganda, hayajonlanganda yoki asabiylashganda yurak gupillab urganday bo'ladi. Bu gupillab urish har doim ham yomon urish hisoblanmaydi. Ya'ni o'sha stress holatlari o'tgandan keyin yurak urishi qaytib joyiga keladigan bo'lsa, bu demak normal sinus taxikardiya hisoblanadi. Ya'ni yana qaydaraman, yurakni ishini nechtaligini bosh miya boshqaradi. Agar bosh miyangiz birdaniga uyg'onib ketsa, asabiylashsangiz, stress bo'lsa yoki qanaqadir bir kofein moddalarini iste'mol qilsangiz yoki oddiy bir hayajonlanib ketgan paytingiz birdaniga miya aktivlashib qoladi va adrenalin degan gormon oshib ketadi. Shuni hisobdan yurak 60 ta 70 ta urgan bemorniki 110 ta 120 tagacha oshishi mumkin. Undan keyin stress holati ketgandan keyin gormonlar qaytib joyiga keladi va demak yurak 120 ta urib turgan yurak sekin-sekin 110, 100, 90, 80 bo'lib qaytib joyiga tushadi. Shuning uchun bunaqa taxikardiyalar demak yurak urishi sekin boshlanib, sekin tugaydi. Paroksizmal taxikardiyada yurak urishi yaxshi bo'lib birdaniga boshlanadi, tezlashib birdaniga to'xtaydi. O'sha bilan demak farq qiladi. Sinus taxikardiyani har doim sababchisi bo'ladi. Ya'ni o'z-o'zidan bo'lmaydi. Qaysidir bir emotsional holat taxikardiyaga sabab bo'ladi. Holat ketgandan keyin qaytib hammasi joyiga tushadi. Agarda sizni shu narsa bezovta qiladigan bo'lsa, bunda demak vaqtingizni, pulingizni zoya ketkazib doktorlarga uchramang, chunki bunaqa stress holatda bo'ladigan taxikardiyalar обычно stresssiz holatda, ya'ni stressizda bezovta qilmaydigan holatda bezovta qilmasa, bundan qo'rqadigan holat emas. Bu oddiy normal fiziologik holat hisoblanadi. Qachonki siz tinch holatda, kayfiyatingiz yaxshi bo'lib turgan paytingiz yurak tez urishini sezsangiz, o'shanda albatta aritmolog huzuriga boring. Bu demak kasallik bo'lishi mumkin.